Hurmatli kuzatuvchilar, Samarqand viloyat Pastdarg'om tumani Juma shahri 100-bazani oldida ko'chma fotoradar chiqdi. Ehtiyot bo'lasizlar. Ishlash faoliyatini boshlagan. Albatta qonun ostida ish olib boryapti. Men sizlarga shuncha ogohlantirish beryapman. Bu endi Samarqand bo'ylab hamma mana shu radar belgisi bor joylarda xizmat vazifasini olib boradi. Mana bu Juma shahridan Samarqandga qarab ketish yo'li 100-baza zapravkani oldida hozir mana multiradar turibdi. Multiradar deb kechirasizlar. Ko'chma radar turibdi. Ko'chma radarni hozir borib ko'ramiz. YPX xodimi bilan, GAI xodimi bilan suhbatlashib, qonun ostida xizmat olib borayotganini suhbat qilamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, GAI xodimi va 3 oyoqli ko'chma radar ish faoliyatini boshlagan. Ehtiyot bo'lasizlar. Tezlikni pasaytirib, qonunga rioya qilib yo'lda. Assalomu alaykum, hurmatli komandir, yaxshimisiz? Xizmat vazifangizga mushohada qilmayapsizmi? Yo'q, mushohada. Bir ikkita savollar bor edi. Mana shu ko'chma radar to'g'risida qonunda ko'rsatilgan shu haydovchilar, любой haydovchi to'xtab sertifikati va distakatlar bilan tanishishga haqqi bor deyilgan. Shu gap rostmi? To'xtab siz bilan masalan yoki Samarqand viloyati yo respublikamizning любой hududida mana shunday ko'chma radarlar turganda haydovchilar to'xtab sertifikati bilan va distakatlar bilan tanishishga haqqi bormi? Biz Vazirlar Mahkamasining 473 qaroriga asosan yo'l-patrul xizmati xodimlari agarda haydovchiga nisbatan shu qo'yilgan avtoradarlar jarima yozilgan bo'lsa, haydovchi kelib tanish hujjatlarga tanish, ya'ni radarimiz sertifikati bilan dislokatsiyasi bilan tanish huquqiga ega. Dislokatsiya kiritilgan hududlarga o'rnatamiz birinchi очередda, hamda yo'l belgilari, 5 yo'l belgisi bor, ya'ni radardan ogohlantiruvchi belgimiz bor. Belgilar ta'sir doirasi ostida o'rnatamiz bu radarlarimizni. Har bittasini sertifikati, o'z tegishli hujjatlari mavjud bizda. Albatta, radar belgisi bor joyda xizmat vazifasini olib borasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Boshqa joyda mumkin emas. Yo'q, faqat radar belgisi ta'sir doirasida biz bu avtokom radarimizni o'rnatamiz. 3 oyoqli radar, ko'pchilik xalq orasida 3 oyoqli radar bilan aniqlab bo'lgan multiradarimiz asosida belgilanadigan jarimalar video tasvirlar asosida o'qishlarga yuboriladi. Agarda bironta bir fikrlari, mulohazalarimiz kommentariylarda belgilashlari mumkin. Bundan tashqari Samarqand viloyatida ko'rsatilayotgan shu avariyalarning oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida bu radarlarimiz o'rnatiladi. Chunki yo'limiz magistral yo'l, ya'ni Samarqand Kattaqo'rg'on yo'nalishida joylashgan D065 yo'li. Xalqaro ahamiyatga bo'lgan yo'lda haydovchilarimizdan so'rab qolgan bo'lardik. Harakat xavfsizligiga rioya qilgan holatda tezliklarni oshirmasdan, hozir bu radarimiz 70 tezlikka o'rnatilgan. Bu ya'ni aholi yashash punktlarida harakat xavfsizligi ta'minlash doirasida 70 tezlik etib belgilangan. Bu qaror bo'lgan dislokatsiya va barchasi bor. Dislokatsiya, sertifikat hammasi bor, ha? Dislokatsiya onlayn kiritiladi bizda. Onlayn. Ya'ni yo'l-patrul xizmati inspektori avtonom radarimizda onlayn dislokatsiya kiritiladi. Sertifikatlari radarimizda o'zida bo'ladi sertifikat. Hurmatli haydovchilar, tezlikka rioya qilishlaringizni so'rab qolamiz. Bu ko'chma radarimiz albatta yo'l xavfsizligini ta'minlash uchun qo'yilgan. O'ylashingiz mumkin, bular pul ishlash uchun, boshqa yo'q. Chunki nimaga deganingizda 500 metr oldida radar belgisi turibdi. Agar qachonki radar belgisi bo'lmasa, unda noqonuniy hisoblanadi bu qo'yilgan radarimiz. Chunki tushuntirib o'tmoqchiman. Haydovchilarimiz ko'p to'xtab o'chirishning imkoniyati bormi, yo'qmi deb so'raladi. Yo'q, bu avtokon radarimiz avtomatik ravishda qoidabuzarlikni aniqlab, tezlikni o'lchab, o'zi jo'natadi video tasvirlari asosida. Buni o'chirib bo'lmaydi. Bu to'g'ridan to'g'ri bazaga tashlanadigan avtoradarimiz hisoblanadi. Sizga shunaqa savollar ham bo'lyapti? Savollar bo'ladi. O'chirishning imkoniyati bormi? Shu o'chirib bering degan savollar bo'ladi. Buni o'chirishning imkoniyati yo'q. To'xtaganingiz bilan sizga 10 marta, 20 marta ko'rib tushuntiraveram, lekin buni o'chirishning imkoniyati yo'q. Bu radarimiz tezlikni qancha miqdorda oshirgan bo'lsangiz, o'shanga ravishda belgilangan tartib doirasida jarimalarni yuboraveradi o'zlari. Ma'muriy amaliyot markaziga jo'natadi Samarqand viloyatidagi. Agarda savol va takliflar bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni Samarqand viloyatini Xurshidakani yaxshi taniydilar, axborot bo'limida ishlaydilar. O'sha kishidan ma'lumot olishlari. Xurshid Safarov. Xurshid Safarov. Instagram bloglarini jo'natadi. Mana haydovchilarimiz ko'pi to'xtab, shu GAI xodimimizdan so'rayotgan ekan. Aka, shuni o'chirib bering, tezlikda o'tib ketdim, unaqa. Bu kishi hozir aytib o'tyapti.
buni umuman imkoniyati yo'q deyapti. Bu onlayn. Meni qo'limda unaqa narsa vakolat yo'q deyapti. To'g'ridan to'g'ri o'sha Obelgayni bazasiga borib tushib, o'sha yerda o'zida sizga adresingizga yo'llangan nimaga pochta orqali jarima keladi, to'g'rimi? Va o'sha telefoningizdagi qurilma приложение borku, nima deydi uni? 24 Safirov degan ilovalar. Bu ilovalar ham yaxshi ishlamaydi, lekin telefon raqamlarini avtotransport vositasiga belgilab qo'yilgan telefon raqamlariga SMS xabarnomalar boradi. Ya'ni tezlikni oshirish, belgilangan nuqta lokatsiyalar orqali, video tasvirlar orqali har bitta jarima jo'natiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, hammalaringizga oq yo'l tilaymiz. Yo'lda yurgan haydovchilarga tezlikni oshirmasdan qoidaga rioya qilamiz degan umiddamiz. Hammani yo'llari oq bo'lsin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, hurmatli haydovchilar. Mana shu aka, sizga ham kattakon rahmat, xavfsizlikni ta'minlab turganingiz uchun. YPG xodimlari ham mana shu kechani kecha, kunduzni kunduz demay mana xizmat vazifasini olib boryapti. Bu kishilarga ham katta rahmat. Nimaga desalaringiz, kimdir yomon ko'rishi mumkin, kimdir yaxshi ko'rishi mumkin. Nimaga deganda, shu xodimlar bo'lmasa, juda nima deydi? Qoidabuzarlik ko'payib ketib, zo'ravonlik, besporядка deydi, o'shanaqa narsa ko'payib ketadi. Shu xodimlarimiz bor ekan, hali ham shu tartibni saqlab, yo'l xavfsizligini ta'minlab turibdi. Bu kishilarga ham kattakon rahmat deyman. Endi mana shu radar belgisi bor joylarda, o'zlaringiz bilasizlar, aholi bor joylarda qo'yiladi. Har xil joylarga qo'yilmaydi. Aholi bor joyga qo'yilganligi uchun mana bu kishi hozir shu yerda xizmat vazifasini olib boryapti. Mana shu radar belgisi bor joylarda tezlikni pasaytirib o'tishlaringizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar.